Qurbon hayiti ezgulik, mehr-oqibat va saxovat ayyomi. Bu kunlarda ko'plab oilalar qurbonlik qilib, ehson va xayrli ishlarga hissa qo'shadi. Biroq ushbu sababli amalni ado etishda sanitariya talablari va atrof muhit tozaligiga rioya qilish ham muhim ahamiyatga ega. Afsuski, hayit kunlarida ba'zi joylarda qurbonlikdan qolgan chiqindilarning kanalizatsiya tarmoqlariga tashlanishi holatlari qayd etildi. Dastlab shu haqda. Qurbon hayiti kunlarida qurbonlik qilish yaratganga ma'naviy yaqinlashish va muhtojlarga yaxshilik ulashishning muhim amallaridan biri. Ammo ayrim yurtdoshlarimiz qo'ylarning ichak-chavog'i, kalla pochchasi va terilarini kanalizatsiyaga oqizayotgani nihoyatda achinarli. Bu holat respublikamiz bo'ylab aynan hayit kunlarida ko'proq kuzatildi, deydi mutaxassislar. Toshkent shahrida asosiysi bu Salar va Bo'zsuv inshooti. Bu sutkasiga Salar inshootimiz 900 ming kub suv qabul qiladi, Bo'zsuv inshootimiz 700 ming kub suv qabul qiladi. Demak, mana shu bayram kunlari mana shu qurbonliklarni qoldiqlari mana shu ikkita inshootga keladi asosan. Bir sutkada bu yerda 3 tonnadan ortiq mana shunday chiqindilar chiqarib tashlanadi odatda. Mana shu ichak chavoqlar yoki bo'lmasa boshqa o'sha maishiy chiqindilar, qattiq chiqindilar chiqarib tashlanadi. Bu birinchi navbatda texnologiyani ishdan chiqishiga olib keladi. Ya'ni nasoslarimiz ishdan chiqadi, biologik tozalash ishdan chiqadi. Qurbonlik qilish bilan birga uning chiqindilarini ham tartibli ravishda yo'qotish mas'uliyatini unutmaslik kerak. Agar kalla pochcha iste'mol qilishni istamasangiz, chiqindilarni belgilangan tartibda ko'mib yoki chiqindilar xizmatiga topshirib yuboring. Lekin bu qurbon hayiti biz qurbonligini uyda qilib, lekin savobini yo'qotishimiz kerak emas. Chunki bu bayramdan biz albatta ma'naviy oziq olamiz. Shu jumladan mana shu qurbonliklar qilganda uni chiqindilarini shu ko'pchilikka zarar yetkazadigan, ayniqsa mana shu korxonaga zarar yetkazadigan jihatlariga alohida e'tibor berib, uni chiqindilarni mana shu kanalizatsiyaga tashlamaslikka chaqirib qolardik. Chunki bu tashlangan chiqindilar qayerdadir quvurlarga tiqilib, shaharda tiqinlarning yuzaga kelishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlarda shahardagi sanitariy holat ayniqsa izdan chiqib ketishi hech gap emas. Shu fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizdan mana shu kanalizatsiyadan foydalanganda uni me'yorlariga, uni talablariga amal qilgan holda foydalanishlarini, bunday turli hayvon chiqindilari yoki bo'lmasa hayvon so'yilgan hayvon qoldiqlarini yoki qattiq gigiyenik vositalarni mana shu kanalizatsiya quvurlariga tashlamasliklarini so'rab qolardik. Bu narsa avvalo mana shu shahrimizni tozaligiga, sanitariy holatdan bir me'yorda bo'lishiga olib keladi va o'zimiz uchun ham avvalo shahrimizni yoki bo'lmasa yurtimizni mana shu ekologik jihatdan bir sog' bo'lishiga o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Xulosa qilib aytganda, qurbonlik qilish faqat jonliq so'yish emas, balki poklik, ehtirom va mas'uliyat hamdir.